Ozarbayjonlik tadbirkor va qo'shiqchi Emin Agalarov Toshkent yaqinida 10 milliard dollarlik kurort qurmoqchi. Sea Breeze, ya'ni dengiz shamoli nomli kurortning bosh rejasini O'zbekiston prezidentiga Shavkat Mirziyoyevga taqdim qildi. Chorvoq suv omborini bo'yida quriladigan majmua 10 ta zonani o'z ichiga oladi. Hammasi bir joyda: dam olish maskanalari, servislar, hattoki yil bo'yi yashasa bo'ladigan infratuzilma ham bo'ladi. Qisqasi, ko'chib ketishingizga ham tayyor. Loyiha qimmati esa 10 milliard dollar. Bu nima degani? Agar hisoblab chiqsak, bu pulga 720 mingta Gentra sotib olsa bo'ladi. Albatta qora rangida va Mercedes rul bilan. Qizig'i shundaki, Sea Breeze tarjimasi dengiz shamoli bo'ladi, lekin aslida O'zbekistonda dengiz yo'q. Bir paytlar Aral dengizi bor edi, lekin u ham qurib ketdi. Emin aka bu faktga ko'z yumganligi ko'rinib turibdi. Nima deyish mumkin? Juda ham zo'r g'oya. Faqat iltimos, bu kurort bo'yinlar uchun emas, oddiy xalq ham dam oladigan joy bo'lsin. Siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Fikringizni iltimos izohlarda qoldiring.